Qaysidir iflos mana bu hojatxonaga kirib chiqqanimcha mana bu yerda telefonimni zaryadkaga qo'yib ichkariga kirgandim, zaryadi kamroq edi, video olaman degandim. O'shani o'g'irlab ketganmi bilmayman. Men bu yerda mana bu obloshkasi bor, lekin telefonni olib ketib qo'ygan. Ukamga aytdim, qarab turdik. Bu ham qaramaganmi yoki e'tiborsiz bo'lganmi? Mana bu orqamda mana kamera turibdi. O'shanga ishon. Ani qo'yib ketgan. Yo'q telefon. Aslida mana bu yerda telefon turibdi. Senga qarab tur deyman. Qaramadim. Uka hozir hazillashayotgan bo'lsalaring, agarda Ravshan aka ikkalalaring hozir hazillashib telefonni olib shunaqa qilgan bo'lsalaring, hozir aytinglar, oldimdanglar. Bo'lmasam hozir kamerani tekshirtiraman. Agar olgan bo'lsang, agar kameradan chiqib qolsa mazani qochiraman. To'g'ri gapir. Olgandim aka, hazilda. Hazil. Nima bunaqa qilasan uka? Hazil. Uzrda. Endi shunaqa qilish kerakmi dedi.